1 milyon 21 milyon 250 bo'libdi akalar oxiri. Shu o'rtada qilib qo'yishdi 21,5 ni. O'rtada qilib qo'yishdi. 21 milyon 250 mingga baraka bo'libdi holisi. 19 dan o'tmadimi aka? Hali o'tmadi. Jonivor. Boshqa variantlardan chiqarishda davom etamiz akalar. Savdo bo'lyapti akalar. Shu oq savdo bo'lyapti. Shunga beryapsizmi aka? 18,5 million pul berishyapti. O'zimiz meslilardan. 1.10 yo'q, voh jonivor. Necha pul oldi aka? so'ramabmiz aka. Shopir ekan akam. Jonivor. Meni kodlar. Hakam o'zi ham. 18,5 million o'sha yetib kelib qolibdi. Savdoni qattiq bo'lyapti hozir. Kaç pul dediniz? Vakit yani? Endi bugun chiqadi. Tezroq deng. Qo'yamiz endi. Ayol bermasin. Yarim, 18,5. Yarim 18,5. 3 milyon. Jon bering. Voy, sek. Ko'ringlarchi uni. Orqasiga o'sam mana qilib bersa bu. Voy janob, bular necha pul oldi ekan? 5 pul oldi bu. 20 dan? Ikkosi 20 danmi? Yo bitta o'zini. Bu 22 nariga 21. 22 nariga 21 oldu. Narigini savdosi bitmadi. Voy boy. Hay, bemalol. Arzon joy aka. Yurtimiz nomi nima? Aha, bo'laradi. Arzon joy aka. Arzon joy. Ha. Gapi yo'q aka. Kelish bo'lsa o'zimiz ham olamiz aka. 97lik. 986 0960. 60. Ha, 0960. Aha. Bo'laradi aka. Telefonsiz qada u aka o'zi. Bu telefonsiz rasmini tashlasangiz kelishib kela olamiz. Savdo bitmabdi hali. Bitib qoldi hozir 100 ming ya bitadi. 18,5 pul bergan. 1-200 ming bilan bitadi xudo xohlasa. Kichkina buqachalarni davom etaylik aka. Necha pul berishdi aka bunga? 16. 16 berishyapti qoraga. Bu ham 1.10 atrofi. Mollarni ko'raylikchi. Voyaga necha pul oldi bular? 358,5. Gap yo'q aka, 358,5. 19 ya bu yoqda. Adashmasam. O uchalasi. Gap yo'q. Yana bu qochalardan navbatdagilar akalar. Xudo xolisa. Nech puldan bermadi aka ikkosini? Ikkosi ham o'zidanmi? Yo'q. Bittasimi? Bu avlikol gibrid shekilli aka. Shibitga avlikol shunaqa bo'lgan shekilli. Qancha qilishdi aka bozor? 21. Nech pul deyapmiz? Yo, so'rashimiz aka. Suvalinas ekan, jonivor. 1.15, 1.20 ga yaqin xudo xolisa. Jonivor. 21 ga bermadinglar degan aka. Voy, asal. Mana. Gibrid variantimizdan toza qonli emas, u orqaga gibrid lekin suvagi butun. 21 ga berilmayapti. Dehqonchilikmi aka? Qanaqa tirikchilikmi? Bu qachamizga 20 berilyapti. Suvali narsa. Tagi Qirg'iziston emasmi aka buni? O'zimiznikimi? Fermadan chiqqanmi deyman? Oyoq qo'llari.
tuyoqlar. 1.10, 1.15 ga yaqin. Xudo xolisa. 20 ga berilmabdi. Nech pul so'radi qori? Yo'q, pul aytilishi qancha deyilyapti? 25? Akalar o'ta ham chiroyli narsa ekan buni. Ozgina xarob bo'lsa, xudo xolisa orqalanadi. Go'zal kelgan. 20 ga berilmabdi, lekin puli ham yaxshi bo'pti. Sifatni qadriga yetadiganlar qo'shib olsa bo'laveradigan inshaalloh. Bunga 21 berildi. Gibritimizga. Savdo bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti aka? Qaysi savdo bo'lyapti? Aka pul qilyapti uni. Aka xotirjam o'tirib savdo qilyapti, och ekan. 21.5 ga chiqibdi o'zi. On 19 beriluvdi akalar bu qachonmiz. 19 ga berilmayapti u. Oldi alik oldi beryapti akalar, orqa o'zimiznikilar. 21.5 bo'ldi hozir. Kichkina buqachalardan yana variant savdo bo'lyapti aka. Nech pul edi hozir? Buni nech pul qilishyapti hozir? 13.300. Ko'ringlar orqasini. 13.300 qilyapti ekan. Buni qo'chamiz. Narigi savdo bo'lyapti. Tuzuk, qo'llari yaxshi. Orqalari ham tuzuk. Toza emas, lekin o'zimiz gibridlarda yaxshilardi. Motor 2 ga. Nech pul edi so'rashdi? Nech pul edilar? 13.7 ning. Ha. 13.7. Ha. Yaxshi. Yana davom etamiz. Boyga nech pul qilishdi oxiri? Ha. 10.800 berilmadi. Bunisi-chi? Ha. Yo'q, nech pul qilishdi? 10.800 ga berilmabdi, kichkina. Boyga nech pul bermadi oxiri buni? Oxiri nech pul qilishdi? 2.12 ga berilmadi. Gap yo'q. Birda atrofi 1.5, 1.7 chiqib boradi bu xolis. Ha. 12.2 ga berilmadi. Necha bermadingiz? 12.2 ga berilmadi. Zoryan nech pul oldu? Nechin tepasida edi aka? 13 tepasi savdo bo'libdi akalar. Shvedlar nech pul oldi aka? 13. Ha, men 13 oldimmi? Ha, bola boshqami? Ha, arzon bo'pti. Chiroyli bo'pti. Ha, Hunajin aka 13 olgan. Men 15 million. 15 va 6 mashina oldim. Narigi Shvedchi. Boyga nech pul oldi bu? 15 million 600 ming olibdi. Asli ham bormadi endi dedi. 16 millionga oldik aka. Ha. Ziyonaga berdik. Bozorlar ham javob Hakkasını so'rayapti. Bu qachalar. Kecha shvet oluvdingiz, videoda chiqmadi. Asli noto'g'ri ketib bugun qo'yaman aka.
Qaramay qolibman, noto'g'ri ketib qolibdi shu. Siznikini birinchiga qo'yganmi? Ha. Nechi puldan oldi bular? Voy, bu qanchalar? 17. Zo'r, arzon bo'pti. Chiroyli nasib. Hozirga uzr. Oshqoz, ming bor. Mana 17 bo'pti akalar. Yaxshidan xo'pti 17 ga. O'ta ham suvayli nasib ekan. 17 bo'pti aka. Yaxshi puliga. Voy, mana. Mana kurashchilari bor ekan akalar. Sambuslari bor ekan buqalarimiz. Boyga ikkalasi nechi pul oldi? Usta. Ikkalasi nechi pul oldi boyga? O, shopir akalar. O'sha savdolar yuryapti o'sha. Boyga nechi pul oldi ikkalasi? Shopirmi? Egasi orqada emasmi? Oshqovoq nechi pul oldi? O, shuni pulini bilib qo'yganimiz zo'r bo'lardi. Asal-nasal. Shopir ekan akalar. Olinmadimi bu aka? O'tos. Buqocha bozor. Xohlisi bu yog'iga arzon joyi aka. Arzon joyi. Instagramda ham, YouTube'da ham aka. Gap yo'q akalar, hamkasb ekan akalar. Qo'yinglar, charchamasizlar, ishlasizlar. Sog' bo'linglar aka. Xo'p. Bombalar narigiga. Nechi pul berdi akam? Baqqan nima akamga? O'rtada bering aka, ishinglar bitib qolsin. Aka 1-200 ming bilan foydalanib qoldi. O'rtada qiling, ishinglar bitib qolsin aka. Nechi pul? 100 ming bo'lsa bera olardi aka. Akamiz 1-200 ming foydalanib qoladi. Aka 100 ming emas 200 ming bering siz yengil baraka qiling aka ikkovsini. Bo'laverami aka? 100 ming bilan hisob chiqmay qolmaydi aka. Bo'lyapmiz dedi. Akamiz ashunga qolsin. Yengil baraka qiling aka. 200. 21 million 700 mingga rozimisiz aka? Bor aka. Ana aka. Xudo xolisa. Mana ikkovsi. Mana 22 deyapti, 20 million, 21 million 700 oldi aka. Nariga 11 million 700, mana 10 million bo'ldi hisob qilaveradi. Ikkalasi. Nariga 11 million 700 bu 10 million hisobida. Zo'r aka. Jonivor, baqana. Ikkitasi 20 million 700 ming mana. Ikkala qoralar. Birkalari bilar ekan kammi. Mana olasiz.